aprel oyi magnitniy burga ko'p bo'lishini hisobiga agar tomingli kechishni xohlamasanglar, shapka, kepka kiyib olganinglar maqsadga muvofiq. Bizda bo'lsa ertalabdan 70 kvadrat gazon Jizzax shahariga chiqarib olamiz. O'z bu mashinaga 70 kvadrat emas, 220 kvadratgacha sig'adi, lekin 70 kvadrat o'zini olib ketadilar. Bizga farqi ortib beramiz. Aka, necha pulga borasiz? Aka, hozirgisi yuk kamligisi 900 ketyapti. Ha, yuk 150 kvadrat bo'lsa 1 million ketadi. Jizzaxga yuk kam bo'lgani hozir hisobiga 900 mingga ketayotgan ekan. Agar ko'proq 150 kvadratlar bo'lsa 1 millionga olib borilar ekan. Gazonlar qaranglar. Voh. Krasavchik bo'lib yetilgan. Mana kerak bo'lsa. Navaqat Toshkentga, Buxoro, Samarqand, Navoiy, vodiylarga ham bemalol chiqarib beramiz. Mashina topilsa bo'ldi. Kimga sifatli gazonlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Gazonimiz ko'p.